Men buni orzu deb bilardim, lekin bugun orzularim haqiqatga aylandi. Maktabni hali bitirmasdan turiboq, men bir nechta universitetlardan grant yutdim. Men Mubina Ixlos School maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Yaqinda men Koreyadagi va O'zbekistondagi bir nechta nufuzli universitetlardan grant yutib oldim. To'g'risini aytsam, bu natijalarga erishishimda faqat o'zim emas, balki Ixlos School orqali erishdim. Ixlos School bu faqat fanlarni o'rgatadigan joy emas, balki hayotga tayyorlovchi maktab. Bu yerda bizga bilimdan tashqari tarbiya, qadriyatlar, o'ziga ishonch va mehnat qilishni o'rgatishadi. Bu yo'lda menga ishonch bildirgan, doim qo'llab-quvvatlagan ota-onamga chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu bilan birga maktabimiz rahbari Mahsuma Axtarovnaga katta minnatdorchilik etmoqchiman. Sababi ular har bir o'quvchini alohida qadrlab, orqamizda turganlari bizga har doim katta motivatsiya bergan. Ixlos School bu orzularingni topish va ularga yetishish uchun eng to'g'ri joy. Men bunga guvohman. Ixlos Schoolga rahmat.